Kaderli kitap anlaş topudaki dostlar. Ulug'bek Hazinesi 2. kısım 26. mavzuni birlikte okuyumuz. Qani quluqlar kitapta bo'lsin. Qalender qarnoqi yo'lga chiqqanda tun yerimidan oshgan edi. O baldurroq yo'lga chiqishni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin Ali qushchi qabristondan qaytib kelibla g'orning ichkariga kirib dum yetib olg'achqa Qalender uni avora qilishga petinolmadi. Ustozini qabristonga Qalender o'zi boshlab bordi. Tilla bibining vafot bo'lganiga texi bir oy to'lmagan bo'lsa-mu, uning qabrisi ko'p-ko'k o't cho'plar bilan qapsilib bo'lgan edi. Ustoz onasining qabrisi oldida namoz degandan toki namoz xuftangacha qimir qilmay o'ltirdi. Qalender uning uruqlab qiltiriqdek bo'lib qolgan bo'y bastiga ko'zlarini yumib, saqal burutlari ko'z yeshidan nemlangan holda unsiz yig'lishiga qarab o'ltirib, nima uchundir yiroq qarnoqda qarovul to'pa ostidagi ko'na qabristonlikda g'aribsinib yotgan o'z onasining qabrisini esiga oldida g'iq qilib yutindi. Ustoz qabristonda emas, yo'ldami biror ig'iz gap qilmadi. Lekin Qalender uning qattiq azoblanayotganligini butun vujudi bilan his qiladi. Shuning uchunmi na tasalli berishga tili bormidi, na ruxsat so'rashga. Vaqt o'tib ketyotdi. G'orga yig'ilgan qo'shni to'mirchi va quymichilar Qalender bilan xo'shlashmoqchi bo'lib kelgan Qalqonbek va Bozg'onbek hammasi jimjitlikka cho'mgan edi. Qalender Bozg'on yanida xiyol surib o'ltirgan ustiga qaradi. Ustoz uning maqsadini tushundi bo'lg'ay, qorong'u bulungda yotgan Mavlonining yeniga berib bir nimalarni dedi. Ustoz o'rnidan turdi. Lekin dal shu paytda eshik taraqlab Mavlona Koshi bilan Miram Chalabi kirib kelishdi-da, Qalender yana tutilib qoldi. Mavlona Koshining aytishicha, Mirza Abdullatifni o'ltirgan to'polonchilar shahzodaning beshini kesib, Ulug'bek madrasasining darvozasiga esib qo'yganmish. To'polonchilar zindonda yotgan shahzoda Mirza Abdullani taxtga o'ltirg'izganmish. Shahar tinchlikmish. Kishilarning ko'pinchisi chashqandek tuyushklari kirib ketgan bo'lsa-mu, Registon maydoniga berib, dahshatlik manzarini tomosha qilg'uvchilarmi bor emish. Qisqasi, ba'zilar bu qirg'inchilikdan qo'rqib uylarida yushirinib yotsa, ba'zilar cheksiz xursandmish. Qalender yana ashu tonish misralarni esiga keltirib beshini chayqadi. Tatliq yeganlar, turlik yeganlar, oltin taxtda o'ltirib, tuproq ara yotqanlar. Temir Samarqandi usta miyiqida kulib, tuproq ara yotqanlar deb qo'ydi. Ah, bevafo toj taxt. Seni deb ni qirg'inchiliklar bo'lmadi. Seni deb ni podshohlar o'zini o'tga urmadi. Heyhat, biroq hech bir shoh o'ziga buningdan saboq olgan emas. Ali qushchi ma'yusani bosh chayqab Qalenderga yuzlandi. Har holda Mirza Abdullani mo'min odam deb anglagan edim. Ehtimol bu ata qotili bo'lgan mustabidning taqdiri uningga bir saboq bo'lur. Ehtimol ilm ahliga Mirza Abdullatifdek rahimsizlik qilmas. Birer ay sabr qilgaysan shoir. Insofiga kelib, madrasani qayt echib qolsa-mu ajab emas. O chaqda billa bo'lib, talibi ilmlarga burunqidek yetakchilik qilamiz.
Kalender güya öz diliga quloq selavatqandek beshini tuvan qilib uzoq o'ylandi. Yo'q. Onun cismi Samarqandda bo'lsa-mu, ruhi allaqachon o'z yurti yiroq Qarnoqqa ketgan edi. O o'z xiyolida allaburilla Xurshida Banu bilan birga qir edirlardan eshib o'z yurtiga safar qilgan va o'z yurtiga butun vujudi bilan talpinayotgan edi. Rahmat ustoz, va lekin yurtimga ketmasam bo'lmas. Nimishqa? Dedi Meryem Çelebi hayacanlanıp. İnşallah hamisha bundaq jabr japa bo'lavermas. Meryem Çelebi'nin so'ziga Mevlana Kashimi qo'shilib, uni ko'ndirishga uringan edi. Gapga Temur Samarqandda usta aralashdi. Uni o'z ixtiyoriga qo'yg'aysiz balam. Kishining yurtida sulton bo'lguncha o'z yurtingda oltang bo'l. Tug'ilgan yurtning torg'uyimi chiroyli ko'rinadi degan gap bor. O'g'lim Qalendar o'z yurtini seg'inibdi. Onunga ijozat bering, Mevlana. Usta shundoq dedi-da duoga qo'l ko'tardi. Usta duo qilib bo'lgandan keyin Ali Qushchi g'arning eng chetiga yushirib qo'yilgan xurjinni oldirib chiqib, Qalendar Qarnoqiga bir tutam la'al va javohir bilan quyma oltindan birini yo'lliq qildi. Peqirga qilgan hamma yaxshiliklaring uchun tumamning rahmatukam, dedi u ovozi titrab. Bu yaxshiliklaring kaminidan qaytmasa Allohdan qaytur. Tinchlik bo'lsa qaytib kelursan. İnşallah didar ko'rishgaymiz. G'ar oldida ikki ot tayyor turibdi. Ular oxirgi qatim quchoqlashib xo'shlashganda, ustimo Mevlana Ali Qushchimo ixtiyorsiz holda ko'zlariga yosh elishdi. Buni ko'rib, Qalandami g'iqqida bo'lganligini sezdi-da, etig'i sakrab minib, üstülab qamchi urdi. Mana, poytaxt allaqachon keynida qoldi. Köhak deg'ining etikida Qalendar Qalqonbek bilan Bozg'onbekni qaytib ketishga undidi. O xuddi o'z ukalardek bo'lib qolgan bu akuk bilan quchoqlashib xo'shlashdi-da, etini qatritib, jilg'i bo'ylab mangdi. Biroq uning xiyoli yanada Samarqandda bo'lib, ustozining g'amkin chiroyi ko'z oldidan neri ketmaydi. Quloq tuvida bo'lsa, ustozining hayajonli so'zlari va oq yo'l tilab qilgan duosi jaranglab turadi. O go'yo shaharning har bir rayoni, har bir rastisi, har bir ko'chisini aylanayotgandek bo'lib, goh rasadxoni bilan, goh salkam 25 yil to'pisini yalab o'tgan Ulug'bek madrasasi bilan vidolashadi. Salkam 25 yil o'smirlik vaqtida kelgan bu ojiz banda mana endi 40 dan oshdi. Choch soqollariga oq kirdi. Bu arada beshiga kelmagan dard, alam va kulfatlar qolmadi. Lekin Haq Taologa shukriki, gohida azob chektirgan bo'lsa-mu, gohida inoyatini aymidi. Yana shu shaharda o ilim nuridan bahramand bo'ldi. Shu shahri azimda Mirza Ulug'bek bilan Mevlana Ali Qushchidek yetuk olimlarga shogird bo'lib, ularning mehri muhabbatlariga muyassar bo'ldi. Haq Taologa yana shukriki, o xiyonat yo'liga mangmay, o'z ustozlari oldida shogirdlik qarzini ado qildi. Keyingi 1-2 haftada bo'libmi shaytonga dars beradigan bo'ra qayoqqadir g'oyib bo'lgandan keyin Qalendar nima qilishini bilolmay Mevlanani qutqizishdan umidini uzgan edi. Xayriyat. Temirchi ustaning bu sultonning shaykilari orasida oltinga setilmaydigani yo'q degan so'zi to'g'ri chiqib, boshqa bir yasovul tepilib qoldi. Shu yasovulning yordami bilan nihoyat
tünügün ustazlık tutquzdi. Mana endi pak vicdanı bilen Xurşide Banuni elip öz yurtiga kesse boludu. He, Allah'a yeni bir qatim şükür ki bu yurt onunğa şundaq güçlük muhabbet ata qıldı. Bu muhabbet onu qançılığan otqa taşlagan bolsumu aqibeti inşallah hayırlık boldu. Nisip qılsa o bugünla Banuni elip uzak yolga ravan boludu. Bir biçare kembeğelge bunundan başka yine neme gerek? Ahırı qıtımlık uçuruşuş kalenderinin yadığı kilip köңlü bir kısmı bolup gitti. Keyinki günlerde o Banuni oylığını da aşı günkü illik suyuşlarını, kalbide oygangan acayip muhabbetini, ilgiri hiç kaçan his kılmagan bəxt duygusunu əslemekçi boladı. Lekin bunun ornida he degendila Banu'nun gemkin çırayı köz aldığa kilovatladı. Köz yaşların taramlatıp turup degen gepleri, nikah okun, halal cüptünüz bulay, dep jelinganları qayt iyisiga kelip köңlü bir aram bolup ketetti. Mana hazırmı o paytaxtdan chiqishi bilanla yuragini allaqanday gumonliq tuyg'ular ve cho'nqur bir qayg'u changallab oldi. Bu eniqsiz tuyg'ular ve bu cheksiz qayg'u judolikdanmi yoki boshqa sababdanmi? Buni qalender tushuntirib berolmaydi. Shundaqla her qancha urinsimi uningdan qutulolmaydi. O paytaxtdan yiroqlashgan siri yuragini mujuvatgan bu ağrık şunca küçüyüp baradı. Kalender beşideki telpikini ruslap asmanga qaradı. Baya xubtende quyuqlaşkan bulutlar tarqıgan bulup, tiniq asman yulduzlar bilen tolup ketken idi. Ana, en igizde zerdek çeçilip turgan saman yolunun üstüde yette qaraqçı yulduzları dağını bulup çaqnap duruptu. Ondan sel pesrekte üker yulduzları ocaqdaki çoqdek g'ojmek bulup parqıravatıdı. Zöhre yulduzu tehi görünmeydi. Lekin tang yaqinlap qağaçqa yirak-yiraklardan itlarning havşişleri, xorazlarning chillashlari iştiletdi. Ana, o'ng tarafdaki tağ çoqqulari çoqdek yelincap, Samarqand nenedek yumalaq to'lin ay ko'rindi. Ay chiqishi bilanla hamma narsa boshqacha hayvatlik tus oldi. Qir edirlar, jilg'i bo'yidagi o'rmonliqlar, qisqasi hamma narsa notunush ve allaqanday sirliq bir olamga o'xshab ketdi. Kalender etining beshini döngü boridi. Ajablanarligi shuki, keyingi 2 haftada do'ngdagi o't çöpler tiz bilan tang üsüp ketgan edi. Kalender Qarnoqining yurtida ko'klam sel keyinroq boshlanadi. Ehtimol u yerlarda o't çöpler tehi bunchalik o'smagandir. Lekin yap yeşil qaptallarda, Seyhun boylardaki cheksiz dalalarda heligacha leyli qazaqlar ichilib bo'lgandi. Kalender Qarnoqi bu qir edirlardan, qizil gilamdek yeyilip üngen bu güllerden Xurşide Banu bilen at çaptırıp ötüp suyumluk mahallesiga kirip ketishni o'ylaydi. Bunu o'ylag'inida onun ko'nglidagi qayg'uli xiyollar tarqab, dili yo'rg'andek bo'lib qoladi. Ay chiqqanlik uchun bo'lsa kerak, sel o'tgandan keyin ufuq oqirib, tog' cho'qqilar ustida Zöhre yulduzi chaqnadi. Kalender to'nish jilg'iga tushganda atrof yurib, to'pidagi yeza bog'lari ko'zga cheliqdi. Kalender atdan tushib, yuz ko'zini yuvdi va tahorat ilib namoz bomdodni o'qidi. Keyin nima uchundir o'zida ko'ngilsiz bir narsa sezib etini mindi. O doim shundoq bo'ladi. Her qatim jilg'idan o'tib mahallaga yaqinlashganda
visal arzusu bilan yuğurilgan tinchsiz bir tuyg'u uni band qilib, seg'ingan qalbi taqatsiz tipirlab ketadi. Bugun bu hal onunda baldurroq ko'rindi. Ehtimal, Banu tehi uyqudan turmagandı. Ehtimal, issiq yotqanda güdek balalardek sap nefes ilib, uxlab yatqandı. Ya Rabbi, bu qandaq ahvol? Kalender Karnaqi dönüşte Babı Murat atının korosu aldıda at oynatib turgan 5-6 nefer atlık kişini görüp, ixtiyarsız halda etinin tizginini tarttı. Yiraktan bu atlıkla xuddi oğlaq tartışıvatkan çevandazlarga o'xshaydi. Ular bir joyni pir aylanib, nimanidir tartışatdi ve toplashgan kishilar bilan elishatdi. Nihayet ulardan biri ak raxtga o'ralgan bir narsani yerdan yuvib elib, egarga qo'ndirib oldi-da, kishilar to'pini yerib chiqib, do'ngga qarab at chaptirib ketdi. O etining beshini do'ngga burganda ak raxt orasidan bir narsa siyrilib tushib, yeshilib ketdi-da, xuddi qora mahmal ro'moldek havoda larzon lapildidi. Banu bu fikir kallasida chaqmoq tezligida paydo bo'lgan Kalender arg'imiqni qamchiladi. Chitliq tam yanida turgan ayollarning hammasi otliqlarning orqasidan tangli yugurdi. Biroq turnalardek qator bo'lib ketayotgan otliqlar borgansiri yiroqlab ketayotdi. Kalender uchqanda ketayotgan chapqur arg'imiqni aymay qamchilab ketayotganida kallasiga mono xiyollar quyundek bostirib keldi. Oxirgi umid chirig'imni o'chib qolarmi? Birdan-bir so'ygunimdan zulmat olamida parlagan bu nurona quyoshdanmi ayrilib qolamanmi? Insof, adolat degan nada? Parvardigor! Ana, eng oldida ketayotgan suvari etini to'xtatib, ak raxtga o'ralgan, yeshilgan chochlari at tuyoqlari orasida yelpinayotgan ayolni onun Xurshida Banu ekanligida shak qolmadi. Boshqa bir atga mindirishga boshladi. Ak raxtni yirtib, qo'llarini bo'shatib olgan Banu uning bilan elishib, o'zini yerga etishga urinatdi. Buni ko'rgan Kalender arg'imiqini rasa qamchiladi. O atliqlarga yaqinlashib qolganda eng oxiridagi suvari keyniga burilib qaradi-da, qo'rqib yuragi qepidan chiqib ketgudak bo'lib, varqirg'inicha etini üstülep qamchildi. Bo'ra deyuz. Kalender qilichini qinidan chiqardi. Bo'ra varqirg'anda Xurshida Banuni atqa mingizayotgan suvarimi burilib qaradi. Amir Jandar. Kalenderni ko'rgan Amir Jandarmi nökerleriga bir nimalarni deb varqiradi. Lekin uning nima deganligini Kalender anglamadi. O dat deginicha at chaptirib ketayotgan bo'rani qo'g'lab yetdi-da, putlarini uzangiga tirab turib, kuchining baricha uning dubulg'a kiygan beshiga qilich chapdi. Shartini kesilib uchib ketgan dubulg'uliq bosh at tuyoqlari ostiga tushib, do'milab ketdi. Bo'rining yerda do'milab ketayotgan kallasi Kalenderga yanala chirqirayotgandek tuyulib, yuragi jig'ildab ketdi. Lekin Yasaman agri qilishlarini o'ynatib, onunga qarab ushqandek kelayotgan ikki suvarini ko'rib, hushini yig'di. Suvarlardan biri ehtimal Shahzodaning chet ellik nökerlaridan bo'lsa kerak. Beshiga pöpüklik mis dubulg'a kiygan qora tanlik suvari egarga engishib oldida kelyotdi. Yana biri bo'lsa sel keynida qolgan edi. Kalender etini udul qora tanlikka to'g'riladi. Bir-biriga qattiq urilgan ikki arg'amoq zarlanib, kishnab osmonga chopchidi. Qora tanlik suvari putlarini uzangiga tirab, agri qilichini egiz ko'tardi. Lekin Kalender etining beshini
solğu bordu da oң yampışığı ütüp kalgan karatellik suvarını bir zerbi bilenla etidin domultup etdi. Bunu körgen yeni bir suvari korkup gitip etinin beşini keynegi burdu. Kalender etini ayımay divitkinice onu koglap gitip etip Tosaddin Emir Candar bilen Horşide Banu'nu çelokturdu. Banu'nu kuyuvetken Emir at üstüde yağının kiriçini tartıp ok üzmekçi buluvatatdı. Banu bolsa attın yıkılay dep onunla çangal salatdı. Namert Kalender keçip gitivatkan suvarını taşlap kuyup etinin beşini Emir Candar talepki buradı. Del şu çağda köksüge zor güç bilen kadalgan okni çangallığın içe etinin boynuğa pokkede yıkıldı. O can açıkıda etinin yağlığı esilip etip Banu'nun Mirza dep tovluğunu anlap kalgandek boldu. Horşide Banu şer'i rapiqam degenle onun hiyalından keçti. Kalender halsizlenip attan siyrilip düşüp gitivatkanı da Yirak Karnak dönlüklerideki Görüstan chetidagi anısının kabrisi aldıda yığlap oltuğan sınlısı nemi üçündür köz aldığı keldi. Yer cahan xuddi çaq belekki oxşaş per aylınıvatqandek bulup tuyuldu. Xorşide Banu bir neçə qitim hoşudun kitip, bir neçə qitim hoşuğa keldi. O ahirki qitim hoşuğa kelginide öz uyida yatqanlığını, qishida yum yığlap oltuğan qeri momisi bilen qaqşap qaltırap qalgan bomusunu gördü de yine közünü yumdu. Onun közünü içip yumganlığını körgen momisi "Cenim, örgülep gitey kızım" degeniçe onun yüz közleri söydü. Momusinin keyin bovusunun muңluk sözleri işitildi. Bostanımның gülü, begimның bulbulu, közüңni açsaڭçu altınım. Kimdir birisi dirdir titirgen kolları bilen Xorşide Banu'nun liviga çeynek tuttu. Xorşide Banu qurup ketken livini çeynek tutup bir ikki yutum su içti de nimi üçündür köz aldıda köksideki yağ okunu çangallığın içe etinin boynuğa pokkada yıkılgan kalender peyda bulup kulak tüvüde onun Banu dep varqırgan avazı jarınlap ketkendek boldu. Ve bütün bedeni tırnaklarıgıça sırqırap yılandek tolgandı. Şu dem bovusunun avazı xuddi yirak yerlerden tumanlar arasından anlangandek boldu. Yenidin neri ketme. Momay, hoylada Emir Candar kütüp oldurupdu. Men tüyüp çakır kiley. Emir Candar, bu iki söz Banu'ga güya sımap bulup kulukunu tişip ötkendek tuyuldu. Emir'nin korkunçlu kılmışları Banu'nu silkip taşlap ok atkalları, onun dağıt peryatlarına kulak salmay, etiği artıp elip kaçkalları iyisiga kelip ingrap taşladı da Tosaddin minisida zahar degan oy paydo bo'ldi. Ha rost. Tekçide onun zibu zinnatları silingan altın kutusida üzüknün ko'ziga yushirib qo'ygan mashchilik zahar bor. Bu zaharni o haremden tapqizib olgan, lekin ichishga ulgurmagan. Mirza Ulug'bek Hazretleri onu haremden azat qilib etgandan keyin altın üzüknün ko'ziga yushirib qo'ygan edi. Xorşide Banu'nun közleri alaq-jalaq bulup öyünün tekşileriga qaradı. Altın qutu ko'rinmaydi. Banu teşvişlenip oltuğan momusiga qaradı. Moma, zibu zinnatlarni salgan qutam qani. Moma, zibu zinnatlarni salgan qutam qani. Joyida apiqim, joyida.
Momay aldirab tinab o'rnidan turib, ikki derizining o'ttirisidagi takshining oldiga bordi-da, oltin va kumush tovoqlarning keynidan o'ziga tonish bo'lgan oltin qutini oldi. Xurshida bani titrab turgan qo'llari bilan qutini ochib, ajoyib tavlinib turgan qimmat baholiq toshlar va zubu zinnatlarni aqtirishga boshladi. Mana yo'g'on yoqut ko'zlik, ashu oltin uzuk. Mo'ma, Xurshida Banu mo'misini uydan chiqarishning bahonasini topolmay dudu qildi. Jinim mo'ma, bir piyola suv bersingiz. Suv? Dedi mo'may tushunmay. Mana üzüm şerbeti bor, bolam. Yo'q, suv bering mo'ma, suv, sovuq suv. Sarasimada qolgan bechora mo'may tashqariga yugurdi. Xurshida Banu yengni bilan uzukning yoqut ko'zini chiqardi. Xudoga shukr. Qor üzümdek keladigan zahar uzukning ko'ziga yepishib qolgan edi. Xurshida Banu uni tirnoqining uchi bilan ko'chilab oldi. Lekin og'ziga selishdan burun ko'ngli bir qismi bo'lib, zibu zinnatlar bilan to'lgan yo'ruq uyga, to'risdagi oltin qandilga, ustalik bilan ishlangan qubbisimon tekchilardagi naqshtar qoch-quchlarga tikildi. Bir yil ilgari dal mushu bizaklik mehmonxonaga uning do'stlari, poytaxtdagi arboblarning qizlari haftada 3 qatim yig'iladi. Ular o'tirg'i tortilgan nepiz pardining bu tarafiga silingan yepak ko'rpalarda o'ltirib, pix-pix kulishgunicha chiroyidan allaqandoq nur yig'ib turadigan diva qomat mudarrisni kutishadi. Qalandar qarnoqi kirib kelishi bilan yuzlarini yepak yog'liqlar bilan to'sib olgan bu nozininlar bo'yinlari va qo'llaridagi qimmat baholiq zibu zinnatlarini, oyoqlaridagi qo'sh-qo'sh oltin halqallarini nafs jaranglatib va bir-birini no'qishib shoirning diqqatini tortmoqchi bo'lishadi. Lekin atayga qopqini turib olgan qalandar qarnoqi kitobdan bosh ko'tarmaydi. Ko'tirsimi faqat uningga Xurshida Banuga qarab qo'yadi. Banuning ko'ngli buzilib, ko'zlarini yumishi bilanla qalandar bilan oxirgi qatim xo'shlashgan chog'lari yodiga keldi. Shu kuni nikohdan keyin qalandar uning engikidan tutib beshini ko'tardi va xuddi uni birinchi qatim ko'rgandek chiroyiga uzoq tikilib turdi. Keyin bo'lakcha bir muhabbat bilan uning yoshga to'lgan ko'zlariga asta so'ydi va Xurshidam, dedi ovozi titrab, o'zimning shar'iy rafiqam. Shar'iy rafiqam. Parvardigori olam. Nima uchun shu baxtli chog'larni o'zing ato qilib, uningdan yana o'zing mahrum qilding? O dervishning gunohi nima? Ko'ngilsiz xiyollarga cho'mgan Xurshida Banu qo'lidagi zaharni butunlay esidan chiqarib qo'ygan edi. To'satdan o dahlizda ship-ship qilgan oyoq tivishini eshitib, as-hushini yig'di. Gunohkor bandangni o'zing kechirgaysan. Banu quruq uzumdek keladigan zaharni og'ziga soldi-da, bir yutum sovuq sharbat ichib, o'zini yostiqqa tashladi. Mo'may eshikdan kiribla aldirab tinab uning qishig'iga kelib yukindi. Suv olib kirdim, balam, ko'zingni och. Xurshida Banu beshini ko'tarib, bir yutum suv ichdi-da, o'zini yana yostiqqa tashladi. Suv tomoqning o'tishi bilanla ichiga yo'q, yuragining ostiga cho'g' tokkandek pij qilib ketdi-da, azob bilan ingridi. Mo'mayning qo'llari titrab, yana uning leviga piyola tutdi. Nima bo'lding, jinim balam? Banuning yuragiga tekkan cho'g' endi qizitilgan to'mirga o'xshash, uning uchay bag'rini
pij köydürüşke başladı. O bir aram bulup beşini götürdü. Onunla bütün mihmanxana turistki altın kandilden tartıp ta ki tekçilerdeki kristal kaçıla ve tamlağı esilgan külren gilemlergiçe ot tutuşup hemme nerse lavuldap küyüşke başlagandek. Bu ot arasında kalender karnaki etinin boynunu kucaklığınıca tipirlap yatkandek göründü. Moma degen tilingdin örgiley, su bireymi, mana su. Cenim mama. Xurşide Banu allaqandaq çaqlap ketken közleri bilen momayga tikildi. Cenim moma, men ölümen. Ölsem, bobamga tilikimni yetkizem. Nädiki gaplarni qılıbatsan balam. Ölsem, görüm kalender. Kalender karnaqının görü bilen bir bolsun. Balam, cenim balam. Bu gaplarni nereden taptın? Qayşı kalender? Xurşide Banu'nun köngli buzulup, yığılğısı keldi-yu, özünü tutup gözünü yumdu. Unutup kaldınız mı cenim mama? Dadamның şagirti. Musafir şair, kalender, görümüz bir boğay. Xurşide Banu gap kılalmay, mis camga qarap telpindi. Momay közlerini yuğan içip, bir hazarlağıca dank etip kaldı da, dat peryat kötürgünüce talağı etildi. Qadirli qarindoshlar, Ulug'bek xazinasi 2. qism 26. mavzu tamam bo'ldi. 27. mavzuda ko'rishimiz. Xushvaqt bo'linglar. Rahmat.